Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizni davamlaştırımız. Jungo Yaponiyaga urush açıdı. Vakiyat kelar ayda. Mavzulu haber 7. ayının 21. günü Dovyutor beti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Yaponiya matbuatları Jungo 8. ayda Senkaku aralığının etrafında Yaponiyaga urush açıdı. 20 devlet başlıklarının yukarı derecelikle yığını Canubi Deniz meselesini tilgi elip kilish ihtimallığını Senkaku aralı meselesiga burib o'tishni maqsad qiladi. Demak, Jungo 9. ayda Hangzhouda 20 devlet yukarı derecelikte sohbet yığınını açıdı. Mühim yığını açıdı. Muşu fursatda bu 20 devletning nazari Janubi dengizga markazlashmasligi uchun deydi Yaponiya matbuotları 8. ayda Jungo hukumati Yaponiyaga urush ochdi. Senkaku arali atrofida. Yaponiya Zakzak torbiti 7. ayının 21. günü maqola e'lon qilib, maqolada mundaq ko'rsatdi. Jungoning davlat raisi Xi Jinping 8. ayda Senkaku arali atrofida Jungo bilan Yaponiya to'qinishi paydo qilib, Janubi dengizga qaratilgan diqqatni Yaponiyaga burib o'tishni maqsad qildi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. 7. ayning boshlarida Amerika Davlat Majlisida Jungo siyosiy aqldamonlardan tashkillangan Amerika Jungo iqtisod bexatarlik kafolatini tekshirish komiteti dokladida tuvandikidek ogohlantirishni o'ttirib qo'ygan edi. Jungo hukumat organlari Okinawada Amerika harbiy bazasining atrofidan yer setib oldi. Jungoning xizmatchi xodimlari Okinawa fuqarolarini Amerika harbiy bazasi qarshi uchun kuch kiritib, Amerika qarshi turish harakati qo'zg'ab, Yaponiyani ojizlashtirgan Okinawa mustaqillik harakatiga yordam beradigan harakat qo'zg'adi. Okinawada Yaponiyaning zaminida bu yerda Amerikaning harbiy bazasi va hozir Xitoy o'yinni Amerikaning harbiy bazasining atrofida o'ynayapti degan. Jungoning maqsadi Amerika armiyasi to'g'risida axborot to'plab, Yaponiya bilan Amerika ittifoqini parchalashni maqsad qiladi. Maqolada mundaq ko'rsatildi. Yaponiya va ko'plagan Amerika axborot xodimlari va Amerika armiyasining aloqador arboblari nihoyat zo'r axborotlarga erishdi. 8. ayda Senkaku arali atrofida Jungo Yaponiya to'qinishi ko'rzisi yuz berdi. 8. ayda Yaponiya Senkaku arali atrofida Yaponiya Jungo to'qinishi ko'rzisi yuz berdi. Axborotning mazmun tuvandikcha. Qaror oshkorlanishdan burun, ya'ni Gaaga qaror oshkorlanishdan burun Jungo Janubi dengizida 100 dona harbiy parxod va harbiy aeroplan qatnashgan zo'r ko'lamli harbiy manevr elib berib, harbiy kuch orqali har qaysi davlatlarni qo'rqitib, ularni Janubi dengiz to'g'risida zuvan surmaydigan qilib qo'ymoqchi bo'ldi. Demek, Jungoning bu atrofda elib qolgan harbiy manevri cho'ng davlatlar va boshqa atrofdagi davlatlarni qo'rqitib, Janubi dengiz masalasini eg'izga olmaslik to'g'risida popozi ishlatmoqchi bo'ldi demoqchi bo'lyapti. Lekin Amerika dengiz armiyasi bu yerga avtomatlarni avatdi. Neticede dengizda qamal qilishni o'z ichiga olgan dengiz urush plani oxirlashdi. Jungo bu manberni tashkillagan dedi, yo'lga qo'yib edi. Amerika avtomatlarni bu yerga avatdi. Shuning bilan Jungoning dengiz urushi plani, ya'ni dengiz urushi plani deganda manver plani oxirlashdi. Jungo Amerikani mag'lub qilg'ili bo'lmaydi deb suv ostida pozitsiyasini o'zgartirishni qaror qildi. Demak, Jungo Amerikani mag'lub qilishga bo'lmaydi deb qaraydi ekan, yana suv osti yadro parxodlarini yoki suv osti parxodlarini taraqqiy qilib, Jungo Amerikaga nisbatan munosabatni o'zgartirishni qaror qildi. Janubi dengiz masalasi Jungoning qabohatlik tushiga aylanib, Janubi dengiz masalasi Jungoning qabohatlik tushiga aylanib, davlatning ichi tashida tanqid sadosi har yerda ko'tarilishga boshladi.
Devletning ichi sirti, tanqid sadosi har yerda ko'tarilishga boshladi. Jungo navbatdagi sohibxon davlat bo'lib, 9-oyda Jungo Hangzhouda 20 davlat boshliqlari yig'ini chaqiriladi. Agar 20 davlat boshliqlari Jungoning Gaaga sotining qarorini qabul qilishni talab qilsa, Jungoning 100 obro'yi to'kiladi. Şunlaşqa Janubi dengiz masalasini yo'qlik qilib o'tadigan bir maqsadli plan yaqinda maydonga chiqadi. Axborot yana mundaq ko'rsatildi. Jungo 20 davlat yig'ini ochilishdan burun 8-oyda Sinkako taqim orollari atrofida Jungo Yaponiya to'qnashishini planladi. 6-oyda Jungoning harbiy aeroplanlari Sharqiy dengiz havo boshlig'ida Yaponiya qo'g'dinish qismlari aeroplaniga azaldan ko'rilib boqmagan bir qiyofatda hujum qilish mashqini ko'rsatgan. Ya'ni kelib Jungo Yaponiya qo'g'dinish qismlari avval xiris qildi deb tuhmat qilgan. O'xshashda bu qismmi, bu qatimmi Jungo dengiz ustida yoki havo bo'shlig'ida harbiy to'qnashuv paydo qilib Yaponiyaga do'ngab qo'yishi mumkin. Maqolaning oxirida mundaq ko'rsatildi. Yaponiya haqiqatan krizisga duch keldi. Bu Yaponiya davlat territoriyasiga, havo tavalligiga, dengiz sohillariga va qonun qo'g'daydigan erkinlikni qo'g'daydigan Yaponiya uchun bu qatam endi bu bir sinoqdir. Ya'ni Jungo 8-oyda Yaponiya Jungo harbiy to'qnashuvni paydo qilsa, yuqorqi Yaponiya uchun bu bir sinoqdir. Yaponiya kayniga chekinmaydi. Yaponiya har qanday ahvolda yo'l qo'ya olmaydi. Endi ma xabarga diqqat qiling, hurmatli vatandoshim. Bo'ron chopqin eg'izi. Amerikaning darajadan tashqari qattiq qo'l qo'mondoni Yaponiyani ziyorat qilib Beijingga qistab keladi. Mavzuli xabar 7-oyning 20-kuni Dovi torbetida e'lon qilindi. Kichik mavzu. Amerikaning darajadan tashqari qattiq qo'l qo'mondoni tez bo'lganda 25-kuni Yaponiyani ziyorat qiladi. Jungoga taqobil turishni so'zlashdi. Yaponiya Kyoto agentliği 7-oyning 20-kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerika Yaponiya ikki davlat hukumatlari Amerika Tinch okean pilotining qo'mondoni Admiral Harry Harrisning tez bo'lganda 25-kuni Yaponiyani ziyorat qiladiganligini ta'kidladi. Admiral Harry Harris Yaponiya taraf bilan Sharqiy dengiz va Janubiy dengizda faoliyat kuchaytirayotgan Jungo va orqadan raketa qo'yib berayotgan Chaushanga qanday taqobil turishni maslahatlashdi. New York vaqt gazeti xabar qilib mundaq ko'rsatgan. Tinch okean pilotining qo'mondoni Harry Harris mening armiyam bugun kecha urush qilishga tayyorlik qilish kerak. Oqibatni qarshi olishga tayyorlik qilish kerak. Jungo masalasida barliq foydali o'rinlardan foydalanib, oqibatni qarshi olishga tayyorlik qilish kerak. Admiral Harry Harris mundaq ko'rsatdi. Jumladan Huangyandao va butkul Janubiy dengiz shundoq qilishimiz kerak. Jumladan Huangyandao va butkul Janubiy dengiz shundoq qilishimiz kerak. New York vaqt gazeti nima dedi? Admiral Harry Harris mening armiyam bugun kecha urush qilishga tayyorlik qilish kerak. Shundoq deyli. Endi hozir so'zildi 8-oyda Jungo Yaponiya, ya'ni Sinkako taqim orollarining atrofida Yaponiya Jungo to'qnashuvini paydo qilmoqchi. Bu xabarning rost yolg'onligi men sizga kapolat bera olmayman, lekin o'ttirib chiqdi. Hozir shuni ko'rib o'tdinglar, hurmatli vatandoshim. Admiral Harry Harris Amerika Tinch okean pilotining qo'mondoni Yaponiyaga berish, 25-kuni Yaponiya berish, ziyoratga berishga o'rinlashtirildi. Yoki ziyoratga bordi 25-kuni degan gap. Unda 8-oyda Xitoyning Sinkako orolida Yaponiya Jungo to'qnashuvni paydo qilish mumkinligi yo'qmi ekan, nima ekan? Shuni ko'rib olg'ili bo'ladi, bo'lmamda.
Admiral Harry Harris bu yerga berish Chavshanning raketa qo'yib berishiga taqobil turish, Jungoga taqobil turish uchun Yaponiya bilan maslahatlashib shuning uchun ketyapti deydi. Demak, men shaxsan mushu xabarning rost xabar ekanligiga, ham pokitli xabar ekanligiga, mushunda ehtimollikning va mushunda mumkinlikning oldimizda turayotganligini nisbatan aytganda 80% atrofida ishonaman. Qolgan 20% ni har qanday siyosat doirasiga, har qanday ehtimollikqa qoldirman vatandashim. Bu mana bugungi vaziyat. Endi hozir taraf-tarafda bo'layotgan ishlar ko'rib turibsizlar. Dunyoning vaziyati xuddi qiltanab holatiga kelib qelyapti. Xudo dunyoni o'zi saqlasin deymiz. Biz bizning qo'limizdan kelgan ish va hurmatli vatandoshlar.